Ozodbekni o'zi ham namoz o'qiydi, Ozodbek namoz o'qiydi, faqat o'zi namoz nimalari bor, o'zi namoz o'qiydi, duo qiladi. Sizlarga yordam bersa, sizlarga bir umr duo qilamiz, yaxshi sizlardan. Qo'llari ham xuddi shunday mana, suyaklar. Diqqat, bu tezkor video bo'ladi. Albatta videodan uzoqlashmay tomosha qilamiz. Nimalari ishlamaydi, qo'llari mana. Qo'llari o'ziga bo'ysunmaydi, oyoqlari ham. Tezkor xabar menga yetib bordi, ya'ni telefon qildi. Bu oila juda ham hozir og'ir ahvolda ekan. Faqat suyak qolganda mana, suyak. Ozodbekda o'zgarish bo'lmadi, Ozodbek? Mana oyoqlari. Oyoqlari bo'ysunmaydi. Oz bizga ham yordam qilinglar. Bizga sog'ayib ketsa qaytaramiz. Bizlar ham o'zimizga qiynalgan insonlarga yordam qilamiz. Oz bizga ham yordam qilinglar. Hokimiyat qo'may biz hamma joyga yordam qildik. Axir biz keyin Shahboz ukamizga yana uylanyapmiz. Ko'p yordam qildik. Yordam qiling deb ko'p chiqdik hokimiyatga. Ro'za Ramazon oylari bilan mana shu ukamiz bir kelgan ekanlar, bizni Ozodbeklarning mazasi bo'lmay qoldi. Keyin Ziyoda opamiz ham shunaqa. Opa qo'llarini ko'tarib bunaqa ko'rsating-da. Opamizda shunaqa hozir yana ahvoli og'irlashgan. Bularda yana o'sha etlarida og'riqlar paydo bo'lgan, oyoqlarida og'riqlar paydo bo'lgan. Azizlar opalarim, yordam beringlar bizga sog'ayib ketish uchun. Sizlardan iltimos qilib so'rayman. Bu videomni e'tiborsiz qoldirmanglar, yordam beringlar. Sizlardan yordamlaringizni kutib qolaman. Armon bo'lib qolmasin, men sog'ayib ketay, tinglam safiga qo'shilib. Davosi bor deyapti, Toshkentda yaxshi qilamiz deyapti, kelinglar deyapti. Mablag' yetishmayapti. Soat 5 insonlarga yordam beringlar, qo'llaringni keyincha e'tiborsiz bo'lmanglar. Bizani ko'rib turibsizlar. Siz zo'rmisiz? G'olib akamiz gapira olmaydi, o'zi lekin eshitadi. Mana shu musofirda yurgan yigitlarga ham omadini bersin. Doimo yaxshi kunlari ko'p bo'lsin. Do'st birodarlar ichida o'yin-kulib qilib, bolalarning huzurini ko'rib, to'y tomosha qilsin bizlar. Agar armon bo'lib qolmasa, mana shu oxirgi marta bir lechina qilsak, o'zlari bitta klinika topibdi. Nimadan? Mayda Toshkentdan klinika topibdi, Nano markazi degan klinika. Xullas bir kishiga yotish puli 1 milliondan ekan kuniga. Armon bo'lib qolmasa, mana shu ulug' oyda, ro'za Ramazon oyida mana shu oilaga albatta o'z hissangizni qo'shasiz degan umiddamiz. Videodan uzoqlashmay, albatta like-larni bosib tomosha qilamiz do'stlar. Juda ham bu dahshatli oila, o'zingizlar bilasizlar, kanalimiz a'zolari biladi. Yangi kirganlar juda ham dahshatli oila, hozir ko'rib mana shu videoni ko'ramiz. Albatta videodan uzoqlashmay tomosha qilamiz. Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar, assalomu alaykum musofirlar. Diqqat, bu tezkor video bo'ladi. Albatta videodan uzoqlashmay tomosha qilamiz. Biz xabaringlar bo'lsa kerak, biz skelet bo'lib qolgan oilani chiqargan edik. Bundan bir necha oy oldin o'sha oilaga juda ham hozir tushkun kayfiyatda men tezkor xabar menga yetib bordi, ya'ni telefon qildi. Bu oila juda ham hozir og'ir ahvolda ekan, ya'ni o'sha holati og'irlashib qolganligi uchun men o'sha videoni proyekt bo'lishiga qaramasdan bu oilaga tashrif buyurdim do'stlar. Videodan uzoqlashmay, albatta like-larni bosib tomosha qilamiz do'stlar. Juda ham bu dahshatli oila, o'zingizlar bilasizlar, kanalimiz a'zolari biladi. Yangi kirganlar juda ham dahshatli oila, hozir ko'rib mana shu videoni ko'ramiz. Albatta videodan uzoqlashmay tomosha qilamiz. Bu miopatiya dushevniy kasalligi jigarlar, faqat oqibatli insonlar. Mana shu ekranda uzoqlashmay bizni kuzatib borishda davom etamiz do'stlar. Sunat bu. Assalomu alaykum. Sunat bu, yaxshimisiz? Salomatmisiz? Charchamayapsizmi? O'zingizmi? Rahmat. O'zingiz yaxshimi? Charchamasdan. O'zingiz yaxshimi? Rahmat. Kiryapmiz. Ozodbek telefon qilgan ekan.
masalar bo'lmay qoldi. ahvolimiz og'ir. Juda charchab. Sunnat buva o'sha Ozodbeklarning dadalari xabaringlar bo'lsa kerak. Salomlashib qo'ying. Assalomu alaykum obunachilar. Yaxshimisizlar, zo'rmisizlar? Ro'za Ramazon oylari bilan mana shu ukamiz bir kelgan ekanlar. Bizni Ozodbeklarning mazasi bo'lmay qoldi. Mana shu ahvolni hozir ko'rib, kishilar ham ancha nima qilib qoldilar. Shu sababni sizlardan bir ozmi ko'pmi shu ehson nimalarni so'rayman. Hozir ko'ramiz do'stlar, yaqinda davolanib kelganda Andijondan pashta bir Andijonda klinikaga borib davolatib kelgandik, lekin o'sha natijasi bo'ldimi, bo'lmadimi? Ozroq bo'lsa ham bo'ldi. Ozroq bo'ldi, lekin hozir yana juda ham og'ir ahvolga kelib qolibdi. Hozir kelib sizlar bilan birgalikda ko'ramiz do'stlar. Yerdan? Bismillah. Assalomu alaykum. Saodat xola, yaxshimisiz? Salomatmisiz? Ishlar zo'rmi? Siz yaxshimi? Charchamayapsizmi? Yaxshi, yaxshimi? Nima bo'ldi bularga? Siz yaxshimi? Shunday o'taylikchi. Charchamayapsizmi o'zi, Saodat xola? Saodat xola onalari bo'ladi. Shu albatta skelet bo'lib qolgan oilani chiqargandik. Albatta Saodat xola ham yaqinda o'zi kardiologiga borib operatsiya bo'lishi kerak edi, lekin farzandlarini o'ylab operatsiya bo'lmadi xola o'zlari ham. Bu bachalarga qaramasam bo'lmaydi. Operatsiya bo'lsa bachalarga qarash kerak, mendan boshqa hech kim qaramaydi. Bachalar uchun operatsiya ham bo'lmaydi, o'zimni sog'lig'im tiklab yuribdi. Ozodbek, qanaysizlar? Yaxshimisizlar? Mana shu Ozodbek mana shu oilada, ya'ni bitta oilada, bu oila Qashqadaryo viloyati Koson tumani Po'lat qishlog'ida yashab keladi. Bu oilani 3 oy oldin biz kanalimizga chiqargandik. Miopatiyani Dushevni degan kasallik, juda ham og'ir kasallik. Bu irsiy kasallik hisoblanadi. Irsiy kasallik hisoblanadi. Hozir nima bo'ldi Ozodbek o'zi? Kasalimiz o'tib ketdi. Yana doktorga bormiz, mablag'imiz yetishmayapti. Yaxshi insonlar yordam bersa bizga, shu yaxshi ketsak, tinglab sapimiz qo'shilib ketsak, bizlar ham yurgimiz keladi. Yana opalarimiz, Safirdagi opalarimiz, akalarimiz yordam bersa. Nima bo'lyapti Ozodbek hozir? Bizlar kasalimiz ana bo'lib qoldi. O'tib ketyapti. Karomat qanday o'zi? Yaxshimi? Nima gap? Karomat? Soat 5 yordam bersa, bizlar ham oyoqqa turib ketsa, yurib ketsa, ko'p qator bizlar ham befat bo'lmasa, soat 5 insonlar qo'ldan kelgancha yordam bersa bizga, xalqimiz yordam bersa. Nasib Xudo xolasa. Bu kishi Karomat 98-yili, Karomat Ozodbek 2001-yilmi? 2000-yil Karomat. G'olib akamiz 87mi? 87-yil G'olib akamiz. G'olib aka qandaysiz? 85mi? G'olib aka zo'rmisiz? Charchamayapsizmi? Zo'rmisiz G'olib aka? G'olib akamiz 85 ha? 85. Ziyod opamiz. Ziyod opamiz ham xuddi shunaqa kasallik bilan og'rib keladi. Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Men 87-yilman. Yordam qilsalaring, biz 3 oy oldin chiqqan edik. Andijon viloyatiga bordik. Uncha natijasi bo'lmadi. Miopatiya kasallik deb tashxis qo'ygan, endi qaysi turini aniqlagan yo'q. Tur xil bo'lyapti bu kasallikni. Lekin yaqin arada Toshkentga bormoqchi edik. Sizlarga yordam qilsalaring, yaxshi insonlar, yana bir marta yordam qilingizlar. Sizlardan Alloh qaytarsin, yordam qilgan insonlardan. Hozir qanaqa kasallik deb ko'pchilik aytish mumkin. Hozir yangi kirganlar bor kanalimizga. Bu irsiy kasallik nima edi? Ozodbek? Miopatiya Dushevni o'zbekcha nomi nima bo'ladi? Mushaklar
mushaklar yemiriluvchi, mushaklarga nima tiqiladida, shuning uchun shunaqa va o'sha buni nimalari ko'p, turlari ko'p. Hozir bularda faqat miopatiya dushenni o'sha badanlarni ko'rsangiz mana shu holatda, mana badanlarni shu holatda. Ozodbek ham shunday, karomat, oyoqlarini ham ko'rishingiz mumkin mana. Faqat nimalari ishlamaydi, qo'llari mana. Qo'llari o'ziga bo'ysunmaydi, oyoqlari ham. Oyog'i ham shunday. Xullas, et yo'q. Biz davolatib kelganimizda faqat karomatda ozgina et o'sish bo'ladi, ha? Ozgina et o'sish bo'ladi. Ozodbekniki ham mana shunday holatda. Faqat suyak qolganda mana, suyak. Ozodbekda o'zgarish bo'lmadi, Ozodbek? Mana oyoqlari. Oyoqlari bo'ysunmaydi o'ziga. Qo'llari ham. G'olib akamiz ham xuddi shunday. Oyoqlari mana o'ziga bo'ysunmaydi. G'olib akamizda ham aqliy faoliyati ozgina buzilish bor. Chunki bora-bora shunaqa kasallik bora-bora shunday aqli zaiflikka ham olib keladi do'stlar. Faqat oldini olish kerak bu kasallikni. Oldini olmasa mana shuni zo'rayib hozir o'zini aqli emasda, o'zida emas hozir. Qo'llari ham xuddi shunday mana, suyaklari. Qolgan faqat. Keyin Ziyoda opamiz ham shunaqa. Opa, qo'llarini ko'tarib bunaqa ko'rsating-da. Opamizda shunaqa faqat etlari yaxshi opamizni, lekin ishlamaydi lekin qo'llari. Bo'yinlarni tutish qanday bo'yinsiz? Bo'yni pichi yaxshi-da, baribir unchalik bo'ysunmayapti. Oldin pichi yaxshi bo'ldi, lekin yana shunaqa qaytib. Qo'lini ko'tarib nima qiling, opa? Qo'lini ko'tarsangiz ishlamaydi, lekin. Ishlamay. Oyoqlari ham shunday. Oyoqlari bo'shanmaydi. O'zingiz tik tura olmaysiz. Bir joyga suyanib qo'ysangiz tura olasiz. Mana shu ahvolda miopatiya dushenli kasallik juda ham bu ko'pchilik doktorlardan so'raganimizda doktorlar aytishuvdi, avvalambor Xudo ko'pchilik tuzalib ketgan, Xudoning karomati bilan ko'pchilik tuzalmagan. Ochiqcha aytganimiz yaxshi, ko'pchilik tuzalmagan degan, ko'pchilik o'sha Xudoning karomati bilan qaysidir lechina bilan tuzalib ketgan degan. Lekin o'zimiz O'zbekistonda biz qidirib ko'rdik, Andijonni tanlagandik, lekin Andijondan ham unchalik effekt bermadi. Hozir yana ahvoli og'irlashgan, bularda yana o'sha etlarida og'riqlar paydo bo'lgan, oyoqlarida og'riqlar paydo bo'lgan. O'sha o'zlarini tuta olmaydi, bo'yinlarida. Kecha menga telefon qildi, akajon keling dedi. Men o'zimni hozir boshqa loyiha boshlaganmiz. Shunday bo'lsa ham kelishga harakat qildim. Shuning uchun do'stlar, yana bir marta agar shu farzandlarga, mana shu Sunnat buvamga, Saodat xolamga, Ziyoda opamga, mana G'olib akamizga, Karomatga, Ozodbekka agar armon bo'lib qolmasa, mana shu oxirgi marta bir lechina qilsak, o'zlari bitta klinika topibdi, nimadan mayda Toshkentdan klinika topibdi, Nano markazi degan klinika. Xullas bir kishiga yotish puli 1 milliondan ekan kuniga. Hamma lechinalar xuddi mana shunday miopatiya dushenli kasalliklarni ham davolaykan, lechina qilaykan. Endi bu yog'i aniq davolaydi deb biz katta gapira olmaymiz, lekin shularga armon bo'lib qolmasa, mana shu ulug' oyda, ro'za Ramazon oyida mana shu oilaga albatta o'z hissangizni qo'shasiz degan umidamiz. Hozir nima desam ekan, bu yerda moddiy tomonlama Sunnat buvam ham, Saodat xolam ham davlat ichida ishlamaydi, lekin nafaqada, lekin nafaqasi o'zlariga yetmaydi, mana shu farzandlariga ortmaydi. O'zingizlar bilasizlar, 1 million topish bir kunga qiyin. 1 million kuniga bir kishiga ketadi, pashti bir kunda 4 million kerak bo'ladi. Chunki bu oilada 4 ta nogiron bor. Agar mana shu oilaga albatta shu farzandlar uchun
meni o'zim ham yuragim nimada, misol uchun yuragim orqaga tortib keldim. Baribir misol uchun bo'lmay qolishligi mumkin-ku, balkim tuzalmasligi mumkin-ku dedim. Noumid shayton do'stlar, faqat avvalambor Xudo, albatta duo qilib qo'yishlarini iltimos qilib qolamiz. Albatta xalqning duosi bu juda katta yetuklikka olib chiqadi do'stlar. Shuning uchun hammadan o'sha duo qilib qo'yishlarini iltimos qilamiz va agar imkoniyat yetarlicha, imkoniyatingiz yetgancha mana shu o'zlarini kartalarini qo'yib qo'yaman. Sunnat buvamning kartalari bor. O'zlarining kartalarini qo'yib qo'yaman. Agar imkoniyat yetgancha yordam beramiz do'stlar. Agar musofirlar bizlarni kuzatib turgan bo'lsa, imkoniyat yetgancha mana shu farzandlarga oxirgi marta bir o'sha klinikaga borib bir davolanib kelishiga imkoniyat yaratib beringlar. Agar qo'linglardan kelgancha mana shu oxirgi marta chaqiryapman Shahboz aka deb 3-4 martadan beri, to'g'risini aytsam 1 oydan beri chaqiryapti. Mana oxiri ahvoli og'irlashgandan keyin men keldim. Chunki oldin ham va'da bergandim, oxirigacha boramiz degandim, lekin ko'pchilik bo'lmaydi degan, ko'pchilik bo'ladi degan. Endi avvalambor Xudo aytganimdek do'stlar. Shuning uchun agar imkoniyati yetganlar yordam bersin, imkoniyati yetmaganlar albatta mana shu videoni tarqatib qo'yinglar do'st birodarlarga, yor birodarlarga, mana shu qarindoshlar gruppasiga, qishloqdoshlar gruppasiga mana shu videoni YouTubedan podelitsiya qilib tashlab qo'ysalaringiz ham bo'ladi do'stlar. Imkoniyat yetgancha. Bo'ldi, endi Ozodbek gapirasan? Gapir Ozodbek. O'zing. Azizlar, opalarim, yordam beringlar bizga. Sog'ayib ketish uchun sizlardan iltimos qilib so'rayman. Bu videomda e'tiborsiz qoldirmanglar, yordam beringlar. Sizlardan yordamlaringizni kutib qolaman. Yaxshi insonlar, yordam beringlar. Sog'ayib ketishga, Toshkentga borishga yordam beringlar. Iltimos sizlardan. Arman bo'lib qolmasin, men sog'ayib ketay, tinglam safiga qo'shilib. Davosi bor deyapti Toshkentda. Yaxshi qilamiz deyapti. Kelinglar deyapti. Mablag' yetishmayapti. Iltimos, yaxshi insonlar yordam beringlar. Karomat. Soat 5 insonlar yordam beringlar. Qo'llaringdan kelgancha e'tiborsiz bo'lmanglar. Bizani ko'rib turibsizlar. Bizani ko'p qator yurib ketaylik, oyoqqa turib ketaylik. Yaxshi bo'lib ketaylik. E'tiborsiz bo'lmanglar. G'olib aka, gapirasizmi siz? G'olib aka, yaxshimisiz o'zi? Zo'rmisiz? G'olib akamiz gapira olmaydi, o'zi lekin eshitadi, ha? Eshitadi. O'ziga kerak narsani gapiradi. Ha, o'ziga kerak narsa bo'lsa. Suv kerak, ona non olib beray. Ha, Unda qiling aytadi. ovqatlanish yaxshi. Qo'yani gumon qilmay qo'ydi. Gumon qilmaydi. G'olib bunday istamam uncha unaqa qilmaydi. O'ziga kerak narsani aytadi. Opa, gapirasizmi? Yaxshi insonlar, o'z bo'lsa ham yordam qilinglar. Bizlar sog'ayib ketsak, qaytaramiz. Bizlar ham o'zimizga qiynalgan insonlarga yordam qilamiz. O'z bo'lsa ham yordam qilinglar. Hokimiyat qo'may biz hamma joyga yordam qildik. Axir biz keyin Shahboz ukamizga yana iylanyapmiz. Ko'p yordam qildik, yordam qiling deb ko'p chiqdik hokimiyatga. Mahalla qolmadi. Beramiz bizani alladi. Ko'p alladi bizani. Biz yana Shahboz ukamizga yordam qiling deb lug'asini to'xtatib biz mazamiz bo'lmay qoldi yana. Kirab turibman, og'rib qoladi oyog'im. Ko'p og'rib qoladi. 2 kundan beri doktorxona menga ukol qilyapti. O'z bo'lsa ham yordam qilinglar, yaxshi insonlar. Agar sog'ayib ketsam, faqat sizlarga yordam qilaman. Men ham o'zimdek qiynalgan insonlarga ko'p so'radim yordam. Bo'ladi, opa, siz ham gapirib qo'ying. Sadat xola. Gapirmaysizmi? Gapirib qo'yishmi oxirgi marta? Sadat o'zi gapirib qo'ying. Yaxshi insonlar, mana shu qo'lingizdan kelganlaricha imkon qadar shu yordam qilsalar, shu bolalarimiz sog'ayib ketishiga, ro'zg'orlarni aylanishlari ham bir erta berkan shaklda sablariga yigitlar do'stlarning sablariga kirishib shunday
bizlar ham bir uylanib to'y tomosha qilib shularni bir huzurini ko'rib nevalar uyatda yursam deyman. Endi avvalo xudo o'sha yordam qilayotgan akalarimiz bo'ladi. yordam qilayotgan akalarimiz. Shular mana shu ulug' oyda bir duo qilib qo'yasiz, albatta baribir e'tiborsiz qoldirmaydi, bir duo qilib qo'ysangiz hozir. Ha, ilohim amin. Xudo shu shifosini bersin. Mana shu musofirda yurgan yigitlarga ham omadini bersin. Doimo yaxshi kunlari ko'p bo'lsin. Do'st birodarlar ichida o'yin kulib qilib bolalarning huzurini ko'rib, to'y tomosha qilsin bizlar ham bo'ladi. Allohu akbar. Shunday bo'lsin. Hozir ko'pchilik aytishi mumkin, faqat shunaqa yotadimi, yo'q. Bular o'zlari uchun ham o'zlari kurashadi. Ya'ni o'sha o'zlarini hojatga borishi ham yuradi, hojatga boradi, o'zlari hojatga boriladi. Hozir yurib ko'rsatiladi, ha? Yurib ko'rsatiladi. Hozir yurib ko'rsatsam bir. Olib akamiz tomonga qarab kelsin. Ozodbekni o'zi ham namoz o'qiydi, Ozodbek namoz o'qiydi, faqat namoz nimalari bor, o'zi namoz o'qiydi, duo qiladi. Sizlarga yordam bersa, sizlarga bir umr duo qilamiz yaxshi sizlardan. Hojatga borishi ham mana shunday hojatga boradi. Karomatda ham nima qiling? Ha, bu ham shunday. Emaklab borasizlar hojatxonaga. Shunaqa emaklab boradi. Do'stlar, albatta saxovat besha insonlar bo'lsa, qo'ldan kelgancha agar oxirgi marta mayli o'sha tuzaladimi, tuzalmaydimi, oxirgi marta davolanib ko'rsin bir. Avvalambor Xudo do'stlar. Shuning uchun bir yordam qilsak, mana ko'rdinglar holatini. Menga kamera yaqinlashtirib ko'rsating orqalari bilan. Avvalambor Xudo. Shuning uchun jigarlar albatta saxovat besha insonlar yordam qilasiz degan umiddamiz. Gapimiz. Yaxshi insonlardan yordam kutib qolaman. Musafirdagi akalarim yordam bersa, bir umr duo qilaydim yaxshi insonlarni. Ular farzandlari boshi sog' omon bo'lib yursin. Shunchalik bizga yana bir marta yordam bersa, yordamini ayamasa bizlar uchun yaxshi insonlar yordam beringlar. Bizlarga sog'ayib ketsa, bizlar ham tinglan safiga qo'shilib yurishni xohlaymiz dara. Yaxshilar yordam qilinglar, iltimos sizlardan. Yaxshi insonlar, biz mana shu oilani oxirgi marta chiqaryapmiz, yo bo'lmasa yana ham kelishimiz mumkin. To'xtab qolmaymiz, kelaveramiz ham. Hozir o'zlarining kartalarini qoldirib qo'yamiz pastga va o'zlarining telefon raqamlarini ham kommentariyaga yozib qo'yaman. Ozodbeklarning o'zlarini ham bemalol telefon qilib ko'rgisi kelayotganlar albatta kelib ko'rishlaringiz mumkin. Va qolaversa boshqa agar uyga kelmoqchi bo'lganlar, manzilni bilmoqchi bo'lganlar, aytdim, Qashqadaryo viloyati Koson tumani Po'lati qishlog'ida yashab istiqomat qilib keladi do'stlar. Hokimiyat tomonidan hech qanaqa yordam bo'lmagan, jigarlar o'zimizdan qolar gap yo'q. Shuning uchun bir podishkada bo'lamiz, like bosamiz, kommentariy yozamiz. Rahmat, oqibatli insonlar, videoni uzoqlamashda tomosha qilib turibsizlar. Kanalga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Har bitta videolarimiz albatta sizlar uchun bo'ladi. Rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, Allohga omonat bo'linglar do'stlar. Sog' bo'linglar.